Ha, toychoqni olib chiqdik. Ustonga qarab ketyapmiz. Xudo xolasa. Mana dvorni ishlamayapti вообще. Qani boraylikchi, qor tinib qolganida sal yursa bo'ladigan sharoitda havoda chiqyapman. Atak qorli paytda chiqa olmadim вообще. Ko'ryapsizlar, mahna qilib paytda yuragimiz siqishadi-da bular. Shunaqa gaplar. Endi qani boraylikchi. Nima gap, nima so'z, nima bo'lganligini hozir Yusuf aka degan azer naqa bor, usta bor. Ashga borsa bo'ladi, bo'lmasa boshqasi. Bo'lmasa elektrik ko'rsataman. Elektrikda o'zbek akamiz ham bor. Hojimurod degan. Agar asham sonada bo'lsa, telefon qilsa olmadi. O'tchi ekan. Tusholmadimmi bilmadim. Boraylik chiqqan nima gap so'z, yangilik. Bo'ladi shunaqa. Qoram lekin normal yo'q. Zo'rg'a chiqib oldim. Qorli joydan. Parkovka qilib qo'ydim, parkovkadan zo'rg'a olib chiqib oldim mashinani, chunki bu orqasida ortganligi uchun qiynaldi desa. Xudo xolasa yozga kelib kunlar isib, dana qisib, pul turib, mashinani chiroyli qilib remont qilaman. Polniy remont qilib xudo xolasa inshaalloh. Ancha mashina charchagan. Ancha xizmatni ham qilyapti-yu, charchagan ham bechara. Polniy u hadavur qilib bir balolar qilib xudo xolasa inshaalloh ko'rasizlar. Hozir shunaqa gaplar. Mana boraylikchi. Nima gap, nima so'z, nima yangilik ko'ramiz. Вообще dvorni ishlamayapti mana. Yo'q, dvor ne degan narsa yo'q. Atak holatlar ishlab turibdi, yo'q. Bu filtrdan emas, to'g'ri motoridan deb taxmin qilyapman o'zimcha. Yana bilmadim, bo'sh perxonaklikdan bo'lishi mumkin. Qani ko'ramiz. Chimchiq so'rsa ham qassob so'rsin degan gap bor-da. Misol men ham tushunmayapman. O'zim ishim boshqa. Remont ish.